Pulingiz ko'payib ketib, restoranlarni ochdingiz, lekin hali ham qog'oz ruchka qilib yuribsizlarmi? Qog'oz ruchkani davri o'tdi. Eshitinglar meni yaxshilab. Hurmatli akaxonlar, opaxonlar ham, bilaman. Hoji akam sizga zo'r qilib restoran ochib berdilar. Uni chiroyli zamonaviy remont qildingiz va hammasi zo'r deb o'ylaysiz, lekin haligacha qog'oz ruchkada hisob-kitoblarni qilyapsizlar. Bu juda ham noto'g'ri. Nimaga olib kelishini bilasizlarmi? Yaxshilab eshiting unda. Birinchidan, hisob-kitobingiz hech qachon aniq bo'lmaydi. Ikkinchi va eng asosiysi, restoran xodimlari tomonidan o'g'irlik qilish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Endi sizga yechimini tushuntirib o'taman. Zim restoranlarni tizimlashtirish sistemasi birgina telefon orqali ofitsiantlar, oshpazlar ishini, hattoki kassirlarning ishini va hisobotlarni, undan tashqari omboringizda nima bo'layotganini ham tekshirib tursangiz bo'ladi. Xulosani o'zingizlar qilasizlar. Hali ham qog'oz ruchka qilib million pulni yo'qotishmi yoki-da zimdan xarid qilib o'sha millionlarni cho'ntakda qoldirishmi?